Hürmetli vatandaşlar ve aziz dostlar, bugünkü videomuzda sizlarni e'tiboringizga Urganch shahrimizda Azizlar Sharq bozori yaqin yerda yangi qurilgan binomizning ikkinchi qavatida bir xonali 30 kvadratmetr bo'lgan kvartira bilan tanishib o'tamiz. Ishlar ham eng ajoyib ishlardan, podizlar ham murama qilingan, remontdan chiqqan. Bismillah xonalarimizni giramiz. Kirgandan beri azizlar bir xususiy zona, ya'ni suyni oshxona qilsangiz bo'lgan mestasi bor. Bu yerda ukollardan qo'yib, yana kuxinyalar qo'yib, choylar qilib taxlislaganingizlar. Ajoyib joy. Kompaktli 30 kvadratmetr bir xona bor. Bu yerda sanuzel, bu yerda yana xonasi bo'ladi azizlar. Divorlar fon xavfli qilganlar azizlar. Patolog qismini natijali qilingan, kanizlar qisilgan, bu yerda galagen toshkalari xonadonimiz shu holatida sotiladi. Glavniy dokument tayyor, dokumentda muammosi yo'q. Yangi dokumenti bor azizlar. Dokument tayyordir. To'g'ri adlansa o'tadan. Ishlari qayta usulda ishlardan qo'yilgan. Azizlar, bedening sanuzeli bo'ladi. Yumushxona ikkisi bir yerda, hojatxonasi bilan pishgan kavushdan qurilgan domimiz. Hurmatli vatandoshlar, bu yerning asosiy xona qismi bo'ladi. Fon xavfli qilganlar. Ayaklar stashak bo'lgan. Azizlar, elektromontaji bo'lgan. Patolog natijali kanizlar qisilgan. Urganch shahrimizda Sharq bozori yaqin yerda. Bu yerda bilasizlar, mashhurlardan magazinlardan muammosi yo'q. Yana tarafında bog'cha, maktab bor. Azizlar, narxini to'xtalib o'tamiz. 230 million so'm aytib turibdi. Ustida garajadan yeri bor. To'g'ri olganingizda dokument taq. Azizlar, qiziqqanlar telefon qilasizlar va tafsil ma'lumot uchun ekranda nomerlarni qoldiramiz. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishingiz esdan chiqmasin. Biz sizlar uchun hamisha xizmatdamiz azizlar. Hammaga sog'lik, salomatlik tilamiz. Keyingi videoda görüşürüz deb qolamiz.